katta yutug'imiz birinchi o'rinda yurtboshimiz fuqaroni qishdan betalofat o'tish. Mana shu atrofda nechilab yashayotgan bo'lsanglar, portlashlar qancha bo'ldi ko'rdinglar. Men o'zim nafaqat Rashid fuqaro sifatida aytishim mumkin. Biza alohida qilingan edi birinchi etazlik uchun. O'zimiz alohida qildirganmiz 5-6 yil. Birinchi yili 23-yili qo'shilmayman dedim men o'zimga. Men qo'shilmayman. Lekin atteng qildim. Gazga juda ko'p pul ketdi. Katyolda boshqa keyin o'tgan yili qo'shildim. Juda ham qishdan zo'r o'tdi. To'g'risini aytsam, bolalar bitta futbolkada, bitta maykada yurdi. Shunday grant olib, suv o'zi tushaveradi. Bitta maqsad ekonom birinchi fuqaroga qulaylik yaratish. Bu tekitanim bor. Qorayib ketyapti hammom. Remontim o'li. Bunga teddalar chiqarib olsalar, hammomlarimiz ham kengayadi. O'zimizga qulaylik nima? Buni zamirida hamma fuqaro uchun qulaylik, yashash sharoitimiz yaxshilanish kerak. Bu keyin bo'lmaydi. Jahon bank keyin pul ajratmaydi. Qozonni boshida bizda biz, arada boshida bizalik boshda mana shunday ishlaydi.